Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamoatul xayr. Hammaga xayrli kun. Inshaalloh bugun boshlang'ich kursimizni, boshlang'ich arab tili kursimizning ikkinchi darsini o'tamiz. Xo'p, faqir. O'tgan safar ba'zi so'zlarni qoldirib ketdik. Faqir bu kambag'al degani. G'ani boy. Buni teskarisi. Qasir. Teparoqda bor edi, shunisi so'zlar. Tavil. Uzun. Qasir. Qisqa. Lekin past, baland ma'nosida ham keladi bo'yga nisbatan. Qarib, yaqin, baid, uzoq. Va keyingi darsimiz al-hammam. Al-hammam o'zbek tilida hammom bo'ladi. G'urfa, xona. Tamam. Al-bayt, baytun edi. Endi al-bayt bu aniq bir uy bo'ladi. To'g'rimi? Endi fil bayt bo'lyapti yonida. Fi qo'shimchasi qo'shilyapti. Fi bu ko'makchi. Ma'nosi bo'lsa ichida. Fi ichida yoki da qo'shimchasini beradi. Da ma'nosini ham beradi. Va uni tagida ala. Ala ustida ma'nosini beradi. Qo'shimcha bilan. Hop, bular old ko'makchilar deyiladi. Arab tilida huruful jar. Huruf al-jar. Nomi hozircha unchalik muhim emas. Eslab qolsak bo'ldi. Old ko'makchilar. Ulardan fi ichida va alani o'tdik hozir. Ustida. Ustida. Fil beyti. Fil beyti, ya'ni uy ichida yoki uyda. Lekin o'zgarishi bo'lyapti bu yerda. Fini hisobiga baytni oxiri kasra olyapti. Bu kelishik o'zgarishi. Tamam? Ya'ni harful jar. Yoki shu old ko'makchi bo'lmaganida al-baytu bo'layotgan edi. Mana. Fi qo'shilganidan keyin fil bayti bo'lib qoldi. Uyda yoki uy ichida bo'ldi. Al-masjidu. Masjid. Fi kirdi. Fil masjidi bo'lib qoldi. Oxiri kasraga o'zgardi. Masjidda. Masjidning ichida bo'ldi. Tamam. Alal maktabi. Maktabu stol yoki parta. Endi alal maktabi parta ustida. Ya'ni ala harfi nimadirni ustida tegib turishi kerak. Misol uchun, agarda ruchka o'sha partani ustida yotsa, o'shanda al-qalamu alal maktabi deb ayta olamiz. Ya'ni ruchka parta ustida. Agar tegmay turgan bo'lsa, unda alani ishlata olmaymiz. O'rniga boshqa ko'makchi bor. Uni keyinchalik o'tamiz. As-sarir. As-sarir yotoq yoki karavot edi. Alas-sarir yotoq ustida yoki karavot ustida bo'ldi va buni ham oxiri kasraga o'zgardi. Endi bular al bilan birga kelganda alsiz keladigan bo'lsa, unda tanvin kasra bo'ladi. Ya'ni baytun al-baytu bo'lgani kabi
fi baytin yoki fil bayti bo'ladi. Fi baytun uy. Unga fini kiritamiz. Fi baytin bo'ladi. Fi baytin. Endi agarda al baytu bo'ladigan bo'lsa, tanvin bo'lmaydi. Bayt so'zidagi o'zgarishi sababchisi shu fi qo'shimchasi. Ya'ni old ko'makchisi. Hop, davom etamiz. Pastda kichkina dialog bor, suhbat. Ayna Muhammadun. Ayna so'zi qayerda degani. Qayerda. Ayna Muhammadun. Muhammad qayerda? Va javob. Huwa fil ghurfati. G'urfani boya xona dedik. Huwa bo'lsa nima? Huwa bu olmosh yoki местоимение ruschada. Huwa ya'ni u degani. Lekin bu erkak kishi uchun. Erkak kishi uchun u. Ayni Muhammad qayerda? U xonada yoki xonani ichida desak ham bo'ladi. Fil ghurfati. Tamam. Davom etamiz. Va ayna Yasirun. Yasir qayerda? Va Yasir qayerda? Huwa fil hammami. U hammomda yoki hammomni ichida. Keyingisi va ayna Aminatu. Va ayna Aminatu. Amina esa qayerda yoki va Amina qayerda? Hiya bu yerda endi xuddi o'sha olmosh, ya'ni u degani faqatgina ayol kishi uchun. U, ya'ni uchinchi shaxs muannas yoki ayol jinsidagi so'z. Fil matbaxi. Hiya fil matbaxi. Matbax oshxona degani. O'tgan dars o'tidagi adashmasam. Hiya fil matbaxi. U oshxonada. Aynal kitabu. Keyingi savolimizda kitob qayerda? Huwa u. Demak, bu olmoshchi, bu местоимение. Faqatgina insonlar emas, balki boshqa predmet, jonsiz bo'lgan narsalarga ham ishlatsak bo'lar ekan. Ya'ni kitobga hozir u deb murojaat qilyapti yoki uni nomlayapti. Aynal kitab huwa alal maktabi. U partani ustida. Va ayna as-sa'atu. As-sa'atu soat degani. Hop, ikki xil ma'noda keladi. Ya'ni qo'l soati bo'lib ham keladi. Va o'sha soat necha bo'ldi deb so'rayotganimizda ham shu so'zni ishlatamiz. Kam as-sa'a. Kam as-sa'a. deb so'raymiz, soat necha deb. Hop, bu yerda qo'l soati nazarda tutilyapti. Hiya ala as-sariri. Bu yerda endi hiya ishlatilyapti. Bu ham u degani faqatgina ayol jinsidagi so'zlar uchun. As-sa'a so'zining oxirida ta marbutda bo'lgani uchun bu yerda hiya ishlatilyapti. Hiya ala as-sariri. U karavot ustida. Tamam? Tushunarli bo'ldimi bular? Qo'shimchalar, ya'ni old ko'makchilari. Tamarin. Topshiriqlar. Hozir mustahkamlaymiz birgalikda. Bitta javob beramiz. Aynal kitabu. Aynal kitabu ya Hasan. Javob beramiz. Aynal kitabu. Kitob qayerda deyapti.
qaytarish shart emas, javobini aytamiz shundoq, o'zimizdan. Hop. Nima desam bo'larkan? Partani ustida deb aytsangiz bo'ladi. Partani ustida Mhm. al-kitabu ala maktabi. Alal maktabi bo'ladi. Oxirini nima qilamiz? Nima deysiz? Oxirini nima qilamiz? So'zni oxirini Nima qilamiz? Kasrali qilamiz. Alal maktabi bo'ladi. alal maktabi. تمام، شكرا. أخونا سردار، أين محمد؟ أين محمد؟ هو في المسجد. هو هو في المسجد. ممتاز. أخونا معروف، أين الساعة؟ أين الساعة؟ أين الساعة؟ ساعة على سريري. ممتاز. أخونا حسن، أين ياسر؟ أين ياسر؟ هو في البيت. جميل. أخونا سردار، أين آمنة؟ أين آمنة؟ هي في البيت. e'tibor bersanglar, Sardor ism emas, olmoshni ishlatyaptilar. Ismni ham etib davom ettirib ketishimiz mumkin yoki olmoshni ham. Ikkalovi ham to'g'ri. Ya'ni u deb davom ettirib ketsa bo'ladi. Ismini aytmasdan uni o'rniga unga to'g'ri keladigan olmoshni ishlatib. Tamam, ma'ruf. Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. لا، آمنة في مطبخ. تمام. أخونا حسن، أياسر في المطبخ؟ أياسر في المطبخ؟ نعم ياسر في المطبخ. ممتاز. أخونا سردار، من في الغرفة؟ من في الغرفة؟ أخ سردار، من في الغرفة؟ تمام. حسن، محمد من؟ في الغرفة. سيقول تمام. ومن في الحمام يا معروف؟ يا معروف، من في الحمام؟ ياسر في الحمام. تمام. سردار، ماذا على المكتب؟ ماذا so'zini hali o'tmaganmiz. ماذا so'zi nima degani. ماذا nima. ماذا على المكتب؟ partani ustida nima. أخونا سردار. هذا yo'q, القلم. javobni to'g'ri, hada al-qalam desak bo'ladi, lekin to'liqroq javob alal maktabi, keyin javob beramiz. Ya'ni partani ustida, keyin nimadir. Alal maktabi على المكتب القلم. al-qalam. Tamam, al-qalamu. qolamin desak ham bo'laveradi. Bo'lmaydi. Chunki harflar, ya'ni harfi jarlar, old ko'makchilar faqatgina o'zidan keyingi so'zga ta'sir qiladi. Ya'ni ikkita, uchta so'zga ta'sir qilmaydi o'zidan keyin. Faqatgina bitta so'zga. Tamam? Ala saririn fi maktabin.
ulardan keyingi so'zlar ta'sirlanmaydi bu harfdan. Ya'ni bu ko'makchidan. Al bermas tanvili qilib yozsak ham bo'ladimi, bo'lmasmi? Al bersak ham bo'ladi, bermasak ham bo'ladi. Bunga qarab ma'no o'zgaradi. Ya'ni al qalamu desak, demak ikkalamiz biladigan qalam yoki ruchka bo'ladi. Agarda qolamun desak, har qanday ruchka bo'ladi. Qanaqaligi aniq emas, oddiy ruchka bo'ladi. Oddiy bo'lmasligi ham mumkin, lekin noaniq. Faqatgina ruchkaligi ma'lum. Qolgan hech narsani bilmaymiz. Mayli. Keyingi savol. Maza ala sariri ya ma'ruf. على السرير الساعة. Al sa'atu bo'lmaydi. As-sa'atu bo'ladi. الساعة. Tamam. Xo'p. Tamam. Xo'p, mikrofonni o'chirib qo'yaveramiz. Jami'a so'zi. At-talibu fil jami'ati. At-talib bu o'tgan dars o'tdik, adashmasam, o'quvchi degani. O'quvchi. Al-jami'a bo'lsa universitet. Tajir, dukkan, do'kon. G'urfa, g'urfani boya o'tdik, xona. Varaq. Varaq, varroq degani yoki qog'oz. Mudarris, mudarrisda o'tgan dars o'tdik. Fasl, fil fasli. Sinf yoki sinfxona. Mirhat, mirhat, hojatxona. Ash-shams, shams quyosh. Al-qamar, oy o'tgan dars o'tdik. Fis-sama, as-sama osmon yoki samo. Tamam. Xo'p, endi birgalikda o'qib tarjima qilamiz. Birinchi gap Axuna Hasan. Al-talibu fil al-jami'ati. Fil jami'ati. Ya'ni talaba universitet ichida. Yoki universitetda, to'g'rimi? Shunday. Tamam. Ikkitadan Gap. o'qiymiz. Tamam, ikkidan o'qiymiz. Ar-rajul Ar-rajulu fil masjidi. Erkaklar masjid ichida yo masjidda. erkak masjidda. Tamam. Uchinchi savol va to'rtinchi savol. Sardor. أين التاجر؟ Mhm. هو في الدكان. Tijoratchi qayerda? qayerda? Huwa fi dukkani. U do'konda. Mumtoz. Keyingisi? القلم على المكتوب. Yo'q. Birinchidan al-qalamu emas, cho'zmaymiz, bittada o'qiymiz. Al-qalam. Al-qalamu alal maktab. Maktub, القلم على المكتب. tamam, maktabi. Maktub boshqa so'z. Boshqa. Ruchka stol ustida. Ruchka stolni ustida. Xo'p, 5-6 gaplar. Xona ma'ruf. أين زينب؟ هي في الغرفة. زينب qayerda? U xonada. U xonada. Tamam. أين الورق؟ varaq qayerda? Huwa ala maktab. U partani ustida. Jamil. 7-8. Axun Hasan. أين المدرس؟ مدرس qayerda? هو في الفصل. ya'ni u sinf ichida. أين ياسر؟ ياسر qayerda? هو في المرحاض. u hojatxona ichida.
Tamam. Xona sardi. 9-10. الشمس والقمر في السماء. Quyosh va oy osmonda. 10-si من في الفصل. tarjima. Man fil fasli. Nima tarjima qilamiz? Kim sinf ichida? Sinfda kim? Sinfxonada kim? Tamam, davom etamiz. Va bu yoqda arablarda yoki arab davlatlarida tarqalgan ismlar berilgan. Ro'yxat. Muhammadun, Aminatu, Xolidun, Zaynab, Hamidun, Fatimatu, Yasirun, Maryam, Ammar, Aisha, Said, Khadija, Ali, Safiya, Abbasun, Ruqayya. Shu ismlar bilan tarqalgan. Tamam. Kichkina dialogimiz bor. Birgalikda shuni o'tamiz. Xo'p, undan oldin al-bayt. Al-baytu. Min al-bayti. Min qo'shimchasi kelyapti. Min qo'shimchasi danni bildiradi. Yani tepadagi qo'shimchalarga, ko'makchilarga, ya'ni qo'shib qo'yishimiz kerak. Min qo'shimchasi dan. Misol uchun min O'zbekiston, min Rusiya, O'zbekistondan yoki Rossiyadan va ila. Ila bo'lsa ga qo'shimchasi. Ila ga qo'shimchasi. Shu ko'makchilarni bugun o'tdik. طيب. Al-mudarris va Muhammad. Muhammad va ustoz orasidagi suhbat. Al-mudarris ustoz aytibdi: "Min ayna anta?" Anta sen ma'nosini beradigan olmosh. Erkak kishi uchun. Anta, ya'ni olmoshlarni alohida yana o'tamiz. Hozircha shuni esda tutib tursak bo'ldi. Min ayna anta? Sen qayerdansan? Va Muhammad javob beradi: Ana, men degani. Men. Ana min al-Yabani. Ana min al-Yabani. Al-Yaban Yaponiya degani. Yaponiya. Ana min al-Yabani. Men Yaponiyadanman. Al-mudarris va min ayna Ammarun? Ammar esa qayerdan? Ammar esa qayerdan? Muhammad javob beradi: Huwa min as-Sini. Min as-Sini. Sin Xitoy. Sin Xitoy degani. Huwa min as-Sini. U Xitoydan. Al-mudarris va min ayna Hamidun? Va min ayna? Min ayna. Min aynani aytmadim. Aynani biz
bilamiz, to'g'rimi? Qayerda degani. Min bo'lsa dan. Ikkalovini qo'shsak qayerdan bo'ladi. Min ayna. Va xuddi shunaqa ila ayna. Qayerga. Ila ayna. Va min ayna hamidun. Hamid esa qayerdan? Muhammad huwa min al-Hindi. Hind, Hindiston. المدرس أين عباس؟ عباس qayerda? Muhammad javob kharaja. Kharaja bu fe'l. Fe'llarni hali o'tmaganmiz, tashlab ketamiz. Chiqib ketmoq, chiqmoq ma'nosini beradi. Buni eslab qolish shart emas hozircha. Ayna zahaba? Zahaba bu ham fe'l. Zahaba ketmoq. Ayna zahaba? Qayerga ketdi? Ketmoq. Muhammad zahaba ila al-mudir. Ila al-mudir. Mudir degani. Direktor ya'ni. Mudir. Ila al-mudiri direktorga yoki direktorni oldiga, mudirni oldiga degan ma'no beradi. Zahaba ila al-mudiri. Mudirni oldiga ketdi. Al-mudarris va ayna zahaba Aliyun? Ali esa qayerga ketdi? Muhammad zahaba ila al-mirhadi. Ila al-mirhadi. Hojatxonaga. Hojatxonaga. Ila bilan birga. Tamam. O'sha qo'shimcha oldi ko'makchilikdir. Tamam. Uni topshiriqqa birgalikda bajaramiz. Min ayna anta? Min ayna anta? Sen qayerdansan? Axuna Hasan, min ayna anta? Hasan, أنا أوزبكستان. ana min أوزبكستان. tamam. Sardar, أأنت من الفلبين؟ أأنت من الفلبين؟ فلبين شهر دولة. أأنت من الفلبين؟ لا. من أوزبكستان. أنا من من أوزبكستان. جميل. أخونا معروف، من الصين؟ من الصين؟ عمار من الصيني. جميل. yuqorida shunday kelgan ekan. ممتاز. أخونا حسن، من أين حامد؟ من أين حامد؟ من أين حامد؟ حامد من bo'lishi kerak. Hindistondan. من الهند. تمام. سردار، أين ذهب عباس؟ أين ذهب عباس؟ عباس qayerga ketdi? عباس إلى بيتي. إلى البيت. تمام. إلى البيت. معروف. أذهب علي إلى المدير؟ معروف. أذهب علي إلى المدير؟ لا. هو ذهب إلى المرحاض. ممتاز.
حسنا. أخونا حسن، bedamli. birinchi gapni o'qib tarjima qilamiz. Min ayna Fatimatu? Fatima qayerdan? Hiya minal Hindi. U Hindistondan. ممتاز. keyingisi أخونا Sardor. جراجل خرج خرج المدرس من الفصل مهم. وذهب إلى مدير إلى المدير. المدير مهم. chiqdi va ketdi bo'ladi. Chiqmoq xaraja. Zahaba ketmoq. ustoz qayerga ketdi? Mana tarjima qilib ko'ray. Yo'q, o'zlar tarjima qiladilar. Aralashmaymiz. خرج المدرس من الفصل. فصل sinf edi, sinfxona. Ustoz sinfdan chiqdi. Chiqdi. ذهب إلى المدير. ذهب إلى المدير. mudirni oldiga Mudirni oldiga kirdi. ketdi. Tamam. أخونا معروف. keyingisi. ذهب التاجر إلى الدكان. Savdogar do'konga bordi. حسن. خرج Hamidun minal ghurfati. Hamid xonadan chiqdi va zahaba ilal hammami va hammomga ketdi. Tamam. Sardor. من خرج من الفصل xonadan kim chiqdi? xonadan kim chiqdi? Tamam. keyingisi أخونا معروف. خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. من المدرسة. madrasa maktab bo'ladi. Maktab. Talaba maktabdan chiqdi va bozorga bordi. Tamam. Hasan. Xodijatu ila as-suqi va Xolidun minal yabani. Aytayaptiki, Xodija Xitoydan va Xolid Yaponiyadan. Tamam. Inshaalloh yetadi. Xo'p. Bugun birgalikda huruful jar o'tdik, ya'ni olti ko'makchilar, predloklar deyiladi, ya'ni. Bular nisbatan ko'proq 4 ta donasini o'tdik, faqat aslida ko'proq bo'ladi. Asosiylarini o'tdik. Va bularni nima foydasi borligini o'tdik. Ya'ni bular doim ism, ya'ni ot bilan birga kelar ekan va uni oldida kelar ekan. Undan keyin emas, undan oldin
va o'zidan keyingi bo'lgan ismni bular tanvin kasrali yoki kasrali qilar ekan. Ya'ni kelishigini o'zgartirar ekan. Ya'ni ruschada padejini o'zgartiradi. Ya'ni bosh kelishikdan qaratqich kelishikka o'zgartiradi. Именительный падежdan родительniga o'tkazadi. Adashmasam. Shunaqa. Va al bor yo'ligiga qarab o'ng tarafga qaraymiz, ekranning o'ng tarafiga. Al bor yoki yo'ligiga qarab tanvin yoki kasra bo'ladi. Hop, uyga vazifa mana bu topshiriq. Ya'ni min, ila, fi, ala qo'shimchalarini to'g'ri keladigan bo'shliqqa qo'yish kerak bo'ladi. Hop, bu birinchi topshiriq. Ikkinchi topshiriq bugun o'tgan yangi so'zlarimiz bilan birgalikda va o'sha 4 ta old ko'makchini ishlatgan holda 10 ta jumla tuzish kerak bo'ladi. Va undan tashqari yangi so'zlarni yodlash kerak bo'ladi. Lug'at daftar hamma tutdimi? Ha, tutganmiz. Shunaqa. Ya'ni lug'atni yaxshiroq yodlash uchun iloji boricha o'sha daftarga har bitta so'zni bir betdan yozib, har o'sha yozayotganingizda, har bitta o'sha so'zni yozib bo'layotganingizda talaffuz qilib birgalikda olib ketsanglar yaxshi esda qoladi. Ham yozib, ham talaffuz qilib o'sha so'zni qaytarib shunaqa ko'rinishda mashq qilsanglar ancha foydali bo'ladi. Quruq o'qishdan ko'ra, o'qib qaytarishdan ko'ra.